Assalomu alaykum. Men Qurbonboyev Elmurod. Bugun 2025-27 oktyabr. Hozir Chimkent shahrining aeroportidaman. Astanaga uchayapman. Xudo xolasa vizaga Estoniya shahriga vizaga topshirgani ketyapman. Bu ishlarni boshida o'tirgan Anvar Jalolga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Katta rahmat deb qolaman. Shu yilning iyul oyida 2025-yilning iyul oyida Toshkent shahrining O'rta Chirchiq tumanida svarkali bo'yicha o'qishga borib, bir oy tajribamizni orttirib, mana ekzamenlardan muvaffaqiyatli o'tib, Xudoga shukr Estoniyadan приглашение keldi, LTR. Shu приглашение bo'yicha mana vizaga topshirgani ketyapman. Anvar Jalol, sizga katta rahmat. İşlaringizga rivoj. Charchamang. O'zbekiston xalqimizga shunday o'z yordamingizni ayamasdan qilib kelyapsiz. Buning uchun katta rahmat. Bu hamma ishni boshida prezidentimiz aholini kambag'allikdan chiqarish qarori bo'yicha qilinyapti. Siz bu ishlarni tashkillashtirib yuribsiz. Shuning uchun o'z nomidan katta rahmat deb qolaman. Yigitlar, kelinglar Anvar Jalolov yoniga. O'qinglar, mana bizga o'xshab, Xudo xolasa hamma narsadan muvaffaqiyatli o'tsizlaring. Estoniya shahriga jo'naysizlar. Kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatib boring.